Qizlar, sizga hozirda narsa aytaman-da. O'tgan safar ham aytganda bu narsani bitta kosmetolog ham shunaqa deb chiqqanda hayron qolganman, to'g'risi. Penkani ishlatish uchun siz ko'chaga chiqishingiz, makiyaj qilishingiz yoki biror bir narsa qilishingiz shart emas. Agar siz uyingizda bankani ichida yashamasangiz, ya'ni umuman bunaqa kinolarda ko'rsatadiku, umuman chang, mikrob bo'lmaydigan joyda yashamasangiz, u penka har kun ertalab kechqurun yuvilishi kerak, shart, majbur. Uning uchun uyda o'tirib bezanib o'tirishingiz shart emas. Penka doimiy ishlatilishi kerak, chunki kuni bilan yuz har xil uydagi changni ham, mikrobni ham yuzga oladi. Uni tozalab uxlasangiz, o'zingizga yaxshi ertagida. Поэтому har kun ertalab kechqurun yuzni penkada yuvib, har haftada bir marta pilinglardan foydalansangiz, hech bo'lmaganda o'shanda yuzingiz rangi xira bo'lmaydi. Hech bo'lmasa o'shanda sizga qora tochka tushmaydi. Hech bo'lmasa tozalashni yo'lini qilib qo'ysangizda. Shuning uchun iltimos sizlardan bunaqa gaplarni gapirmanglar. Penka обязательно, SPF обязательно ishlatish shart.